Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Mana bugun yana bitta full avtomat gazobloy liniyasini ishga tushiryapmiz. Hop, relslari polniy ustanovka qilinib bo'lindi. Hop, aravachalari. Hozir mana avtomat reskani o'rnatish jarayoni. Razmerlari, kostlari birga bir idealni kelgan. Mana pachinilari ham bunaqa kesayotganda bunaqa bo'lib o'ynatib yormayotganidan bo'ladi. Baquvvat pachinlar qo'yilgan. Hop, avtomat reskamiz 2 valli. Xohlaganlarga 4 vallisi ham bor. Hop, bu yoqda subachok reduktorlarimiz. Mana bu yoqda qoliplar. 12 talik qoliplar. 3li rossiyskiy listdan bo'lgan. 8 ga 4 profil. Profilning qalinligi 2 stena. Hop, rolikli. Yamalmaydi, zamaska qilinmaydi, hech qanaqa loypa qo'yib yormaydi. Balonlarimiz ham 60li razmerda. Hop, mishalkamiz. Hop, bundan sement tushadi, bundan qum tushadi. Tepada o'sha tarozili polniy o'sha avtomatikasidan bo'lgan. Hop, bu yoqda yana qoliplar. Yon bortlari, ruchkalari ham legirovka bo'lgan ruchkadan qo'yilgan. Yon bortlari ham profillari 5 kuchli, stenasi 2li. Hop, listlari ham 3li rossiyskiy listdan bo'ladi. Tarozi, sement yomkasi, qolgan narsalar endi keladi. Hop, bu yerga sement yomkasi tushadi, 50 tonnali. Hop, bu yerda avtomatika bo'ladi. Shunday sement yomkasi ulanadi. Bu yoqdan tepaga qum chiqib ketadigan bo'ladi. Bu yoqda ko'rayotgan bo'lsalar, avtomat reskamiz o'rnatilyapti. Hop, mana relslar idealni hammasi birga bir shaytonga qo'yib chiqilgan. Bag'i past bo'lib yo ag'ali millimetrda ham o'ynamaydi, xudo xolasa. Loy bir xilda ishib chiqish uchun millimetrga ham o'ynamaslik kerak. Nimagaki qolib 2 qiroq bo'ladi. 1.35 ga qo'yilgan, 1.35 ta millimetrga o'ynasa ham 2-3 sm raznica qilib qo'yadi. Hop, bu yerga full avtomat liniyani bir boshdan tushuntirib o'taman nima ketishini. 50 tonnali sement yomkasi ketadi. Mana bu yerga o'rnaydi. Oxirida bitganda bitta to'liq video qilib ham qo'yib yuboraman. 50 tonnali sement yomkasi. Hop, tarozi, mishalka, polniy avtomat komplekti. Relslar to'qib berish. Shinega bu yerda qum lentasi bo'ladi. Hop, 30 ta komplekt qolib. 30 ta paddoni, 30 ta bortlari, yon bortlari. Avtomat reskamiz, o'sha aytganimdek polniy relslar to'qib berish. Ishlatib, chiqarib, kesib, tayyor g'ishtni bu yoqqa terilgandan keyin pul sanashadi. 18,000 AQSh dollariga kelishilgan. Kimga zarur bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Katta 24 talik qolib deysizlarmi? Polniy 24 talikda talkator shunaqa narsalari ham bo'ladi. Qondan kesayotganini shunaqa narsalari bilan ham polniy o'rnatib beraveramiz. Uni full avtomati menta chiqarayotgani 45 ta qolipi bilan bo'ladi komplekt. 30,000 AQSh dollari chiqadi. Uniki hozir bu 360 ta chiqaradi bitta quyishni o'zida. Endi yozlarda 2 martadan aylantirsa bo'laveradi. Ko'rib turganlaringdek mishalkamiz, suyomkis, avtomat reskalar. Kimga zarur bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumanida. Xo'p, yana bir ma'lumot, kimga alohida narsalar kerak bo'lsa ham sotilaveradi. Misol, zapchasi kerakmi, bir donali baloni kerakmi, list kerakmi, profil kerakmi, mishalkani o'zi kerakmi, avtomat reskani o'zimi yoki
pol avtomat liniyani polniy avtomat qilib berish kerakmi? Rushnoyda polniy avtomat qilib berish kerakmi? Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Gazoblokka oid nima bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Hamma yoqda topib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hozirgi o'rnatayotgan joyimiz Vadilga o'rnatyapmiz. Farg'ona viloyati Vadil tumaniga.